mana shunaqa avval kovlanadi. Kovlanib, kovlangandan keyin mana devor, demak qala devori fundamenti mana chuqurligi qarib 1 metrga yaqin kovlanib va mana bunaqa shag'al zasipka qilinadi. Avvaliga dag'al shag'aldan 4 cm va mayin shag'aldan 15 cm va bundan keyin asfalt bo'ladi va bundan keyingina beton to'kiladi, fundament. Afshona Etno Village'ni dastlabki jarayoni va yalpizlar, mana joydagi yalpizlar, mana ariq va Amudaryo suvi.